Bugun sotuvimizda Turkiyada ishlab chiqarilgan spalni garniturimiz kelgan. Ko'rsangiz bo'ladi. Kravatimiz razmeri 180 ga 2 metr. Yangi matras qo'yilgan, ortopedik yangi matras. Holatini ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r holat turibdi. Ikkita turmuchkalami bor. Turmuchkalarimizni bitta ko'rsatmaslik. Qaranglar, ikkita tortmasi bor deb o'ylaysiz, lekin 3 ta tortmasi bor. Mana bu ham sekretni tortmasi bor. Holati juda ham zo'r holatda turibdi. Shkofimiz ko'rsangiz bo'ladi. Shkofimiz 6 teshikli qilib ishlab chiqarilgan, juda ham katta, holatlari zo'r holat turibdi. Bu tomoni va bu tomonlari polkali qilib ishlab chiqarilgan. Bu tomonlarni ko'rsatmasligi veshilkalik va tagida 3 ta tortmasi mavjud. Juda ham zo'r holatda turibdi. Tosh oynamiz ko'rsangiz bo'ladi. Tosh oynamiz ham ikki yon chetlari eshikli, o'rtasida 3 ta tortmasi mavjud. Oynasiga e'tibor qaratinglar. Xullas juda ham sifatli va juda ham chiroyli spalni garniturimiz kelgan. Bu Turkiyada ishlab chiqarilgan. Kimga kerak bo'lsa bizga bemalol murojaat qilinglar. Narxi qiziq bo'lsa, pastda ko'rsatilgan telefon nomeriga telefon qilinglar. Chiroyli narxda xudo xolasa barak qilamiz. Hammaga rahmat.